Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, mana bizlar yana bir ishimizni yakunladik. Bu pechkamiz 130 lik. Buni Bulung'ur tumani Do'stlik mahallasiga olib kelib uстановка qilib berdik. Ikkita bir xil 5 ga 3,5 lik xona. Xonamizning razmerlari. Mana 130 razmeri, shunaqa yonish xususiyatiga ega pechkamiz. Tagini yopsangiz o'chadi. Tortsangiz yonadi. Mana eshigi ochiq turgan holatga ham o'zidan bu hech qanaqa dud chiqarmaydi. Bunga germetikalarni kuyib tushiradi, chiqyapti. Yonishi zo'r. Bunaqa sifatli pechkalar faqat bizda. Mana buni originali shunaqa bo'ladi. Ko'rib olinglar. M brendiga ega, mana eshiklari ham vakuumlik, haqiqiy, bunaqa gullik, bosma, pechatlik emas. Leslari qalin. Bemalol 20 yil yoqsangiz ham ishtimay qilmaydi. Leslari qalin. Kraskalari 1200 graduslik mana. Shunday yonyapti, kraskalari kuygan emas. Orqa tomonlari bu razmerdagi pechkalarimiz 130 liklar 6 ga 4 gacha xonaga bo'ladi. Ikkita 6 ga 4 xonani isitib beradi. Pechkamizda yoni 2 qavat bo'ladi. Yana obshivkasi bor, dilni yoniga 2 qavat qilib yasaladi. Ko'plar negativ bildiradi. Bunaqa qilib termaydi, yoni ochiq qolishi kerak deydi. Yo, bizlar 2 qavat qilib yasagan. Mana bu yoniga, devorga issiq o'tmaydi. Hamma issiq oldin orqa tarafiga beriladi. Buni 30 santimetrlik qilib, chiroyli qilib remont vaqti kapilcha terib olinadi. Chiroyli bo'ladi.